Hozirgi kunda yer yuzida va O'zbekistonda zo'r bozor ochayotgan bizneslardan biri, ya'ni suv filtri, vending apparatlarini birinchi ishlab chiqarish joyiga kelganmiz. Assalomu alaykum, salomatmisizlar? Bizdan oilaviy biznes yoki-da tez bozor ochib ketadigan bizneslarni so'raganlar uchun mana shu bizneslarga tavsiya qilib qolaman. Ya'ni bu nima deganlar uchun, bilmaganlar uchun. Suvni 3 pog'onada 3 marta tozalab bera oladi va o'sha tozalangan paytda uni hidini va ta'mini o'zgartirib bera oladi. Ularni ham bitta ko'rsatib o'taman va bularning shakllari har xil. Misol uchun bunisi kichkinaroq, bunisi kattaroq, bunisi rangi boshqa. O'shalarni ham farqi nimadaligini aytib o'taman. Videomizga like bosib qo'yinglar. Sizlarga foydali bo'ladigan umiddaman. Xitoydan sizlarga birinchi qo'lda ko'rsatib o'tyapmiz. Bu yerda donali variantlari xohlasanglar 5 litrli, xohlasanglar 18 litrgacha bo'lgan filtrlangan suvni quyishlaringiz mumkin. Endi bu tarafda zavod, sex, katta fabrikalarga qo'yiladigan yoki to'yxonalarga qo'yiladigan shunaqa filtr moslamalarini ham o'zlari ishlab chiqarishar ekan 8 yildan beri. Yuzalarni hozir ko'rib o'tadigan bo'lsak, 304 markali nerjavikidan yasalgan, ya'ni 304 bemalol zanglamaydi deyishimiz mumkin. Endi buni ichki holatlarini ham bitta ko'rib o'tamiz. Qaranglar. 150 litrdan 350 litrgacha bo'lgan suvlarni qabul qiladigan bachoklarni o'rnatib berishar ekan. 3 pog'onali filtrlar bilan jihozlangan, ya'ni qumli, ya'ni o'sha nima desam ekan, ta'mini o'zgartiradi, hidini yo'qotadigan filtrlarni o'rnatib berishar ekan. Endi yana bir narsaga e'tibor berishingizni xohlagan bo'lardim. O'zbekistonda havosi issiq bo'lganligi uchun shunaqa izolyatsiya variantlarini ham qo'yishdi. Ya'ni ishlaganda ham ovozi chiqmaydi, ichi isib ketmaydi yoki qishda juda yaxlab muzlab qolmaydi. O'shaning uchun shunaqa variantlardan qilib qo'yishibdi. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozirgi kunda juda O'zbekistonda va yer yuzida muammoli bo'layotgan, ya'ni suvlarni loyqalanib ketishi, zaharlanishlar ko'p bo'lyapti. O'shaning uchun bu moslamalar juda kerak bo'ladi. Endi bularning yana bir farqi, bular bittalik bo'lishi mumkin va 2 kabinali bo'lishi mumkin. Bu endi qayerlarga o'zingiz bilgandek, odamlar ko'p gavjum joylarga juda mos variant. Endi to'lov usullari qanaqa bo'ladi deganlar uchun bu yerda bemalol tanga solsangiz bo'ladi yoki-da karta orqali to'lov qilsangiz bo'ladi. Endi yana ko'pchilikning savolini aytib o'tmoqchiman. Ya'ni bir kunga qancha suvni ishlatganligini qaydan bilamiz deganlar uchun uni ham o'sha vending apparatini miyasiga kiritib qo'yarlar ekan. Ya'ni bir kunda necha litr sotildi, hammasini bilib tursangiz bo'lar ekan. Bularni o'rtacha hozir o'zim qidirib ko'rdim. Ya'ni 300 ming so'mdan bir kuniga 300 ming so'mdan 1 milliongacha daromad qilsangiz bo'lar ekan suvni sotib. Ya'ni hozir O'zbekistonda 1 litr suv narxi 1 litr demaylik, 10 litr suvni 1 litri 500 so'm, 10 litri 5000 so'mga bemalol to'ldirib berishyapti. Qo'yil. Endi siz buni viloyatlarga olib borib, misol uchun 1 litr 400 so'mdan yoki 350 so'mdan qilsangiz ham bemalol qoplaydi. O'zini pulini kamida 5-6 oyda qoplab olar ekan. Bunga hech kim qarab o'tirish shart emas. Faqat pulini olib ketsangiz bo'ldi. Endi agarda naqd pul bo'lmaydigan bo'lsa, kartangizga tushib turaveradi. Har 10 minutda, har 20 minutda pul tushib turaveradi. Endi 10 litr suvni necha minutda to'ldirib beradi deganlar uchun 2 daqiqada to'ldirib berar ekan. Tezligini ko'ryapsizlarmi? Qo'yil. Endi bu agarda siz endi boshlamoqchisiz biznesingizni, shundan 10 ta yoki 5 ta olib ketib, bemalol viloyatlararo qo'ysangiz bo'ladi. Zo'r, hurmatli obunachilar, juda savdosi yuradigan biznes. Kimga nechta, qanaqasidan kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldirdim, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.